Do'stlar, hech qanday kamchiligi yo'q, zil 131 topib qo'ydim. To'g'risini aytsam, shuni xarajatini o'zi bir 17 ming, 18 ming dollarga tushgan. Hozir sotiladigan narxini eshitsalaring, to'g'risi bilmadim. Zil 131 emas, 84-yilda ishlab chiqarilgan. Bunga qilingan rasxodlarni hozir aytib o'tamiz. Fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Motor korobkalar plomba ochilmagan. Avto rasxodi yo'q va yo'q. Radiatorda ham yangi qo'ydimi deysiz? Yangi Xitoy. Yangi alyumin Xitoy radiator qo'yilgan. Chakman lops qo'yilgan. Ko'ylar motorlari havas qiladigan darajada turibdi. Bir tomchi moy yoqmadi biror joyda. Otangizga rahmat, ukam shunaqa qilib haydagan. 10 tali shpilka qilib, diska balon taqilgan, 100% holatda turibdi, ko'ringlar. Sveji turibdi texnika. Kabinani asib jetgan ekansiz. Asib jetganmiz. Lekin kalta yegan joyi yo'q, qo'ygan joyi yo'q. Yo'q, unaqa joyi yo'q. U dizayneri kim buni? Ukam, o'zingiz nima qildingiz, yo usta qilib berdimi bu dizaynini? Ha, bir ustakalarimiz qilib berishdi. Mashalloh. Shu qilgan ustalarga ham respekt omad. Chotki chiqibdi. Chexol polilari ham zo'rdan qilingan mana ko'ringlar. Universal datchigingiz ham ishladimi? Ha. Yo'q. Ammo juda tiniq ishlayapti. Gaz bosingchi. Mana ko'rib turganlaringiz umuman tutash yo'q. Motor korobkalar plomba, umuman avto rasxod qilmaydi. San'atdanga qoyili. Shuna qilib ichga qilib olsa bo'lar ekanda. Silindirdi. Ko'ringlar, ham kuch kelmaydi, ham mos tepasi yog' oqib, rasvo bo'lib turmaydi. Ko'ringlar, mana oldiga cho'p qilib joylangan ekan. Biz qidirgan joy chiqdi oxiri mana. Bo'ldi. Aylanib ham baqvat borgan ekansizlar, ona qo'y. 7 ta dedingizmi gaz baloni? Gaz baloni olib 7 ta. O'sha 7 ta. Ramalarni 2 qavat qildimmi dedingiz? 2 qavat qilingan ramalar. Mashalloh. Mazrisor, mazushka, lazovskiy mos, kamaz kardan, ha? Razdatka. Razdatkasi ham turibdimi joyida? Albatta, razdatkalar. Nimachi? Akkumulyatorni qachon qo'ygansiz? Akkumulyatoriga 1 yil bo'lgan ekan, yaxshi akkumulyator. Akkumulyator gaz qilmaydi? Yo'q. Lekin bortini juda go'zal qilib ishlangan ekan, qoyil. Orqalari ham fura diska, fura balon, ha? Shunday. Oldi protektor qo'yilgan, miyaqki. Eshiklar ikkala tomonga ochiladi desa, yonga. Orqaga ham ochiladi, yonga ham ochiladi. Shabnalar qo'yilgan. Hujjatlari o'zingiz nomingizda? Albatta. Parkovlardan qo'yib qo'ysiz, persep tortaman degan akalar ham cho'q qulay qilib, ha? Mashalloh, mana ko'ringlar. Haqiqatan ham baquvvat bo'lar ekan. Buni tagiga usulit ham qilganmisiz? Chilovda tagiga list bo'lgan ekan, polna. Usulini qilingan, to'g'rimi? Bu tarafga polnadan usulini qilingan chilov. Qaydan, ha? Ha. Bemalol og'ir yuqorsa bo'ladi. Shuning uchun xotirjam yuk tortaverar ekansizda. Shunday. Keyin akalar buni silindrini mana o'rtaga qo'ymagan ekan, oldiga kamaz silindr qo'ygan, ha, oldi tomonga. Lekin mashinaga uncha xarajat qilingan, ko'ringlar mana. Juda baquvvat qilib olishdi, lekin qo'y, mana razdatkalari ham turibdi. Aytib o'tganimizdek, motor korobkalar plomba, antifrizmi, suvmi? Antifrizda aka. Mashalloh, ular ekan-ku. Mashina qizimaydi aka. U saratonni ham qizimadi. Sovutgamiz yo'q. Bu texnikamiz Samarqand viloyati Jonboyda turibdi. Xotirjam ekranda pastki raqamlarga aloqaga chiqib, savdosini qilaverasizlar. Keluvdik, ukam 15 ming, 14 ming dollar deb aylantirib turardi, biz ham turardik. Oxiri 12.500 dollarga tushirib qo'ydim. Xudo xolasa naqd pul bilan kelsa yana o'tib berasiz. Albatta. O'tadigan joyi bor deb deyman. Yana klientlar kelganda shunday. naqd turmaydi. Hujjatlarda muammo yo'q, xudo xolasa. Bu video roligimizni yaxshi sostanada Zil 131 qilib yurgan do'stingizga srojni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana pullaringga yarasha yoki orzu qilayotgan mashinalaringni biz kanaldan topasizlar, xudo xolasa. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, savdolayni bersin.